2024-2025 yilgi Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasi Real Madrid uchun qo'ldan boy berildi. Ispaniya La Ligasi ham deyarli qo'ldan ketish arafasida. Chunki La Liganing yakunlanishiga 5 ta tur qoldi va Barselona Real Madriddan 4 ochko oldinda. Albatta 4 ochkolik farq unchalik ham katta farq emas, lekin mavsum yakunlanishiga bor yo'g'i 5 ta bahs qolganida bunday ochkolar farqini yo'qqa chiqarish deyarli imkonsizday tuyuladi. Garchi oldinda Real Madrid Barselona javob bahsi bo'lsa ham. Endi esa qirollik klubining qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan bitta sovrin qolmoqda. Bu ham Ispaniya Kubogi finalidagi bellashuv. Ushbu bellashuv esa Barselona klubiga qarshi bo'ladi. Ha do'stlarim, bu taqdirning hazilimi yoki qirollik klubining ustidan kulishmi? Ochig'i hayronman, chunki Barselona hozirgi kunda jismoniy jihatdan ham, ruhiy jihatdan ham va taktik jihatdan ham Real Madriddan 2 bosh ustun. Ha, bu bahsga ham bor yo'g'i 2 kun vaqt qolmoqda. Keling, bu bahs haqida birozdan keyin gaplashib qolamiz. Hozir esa qirollik klubining Papa Carloga nisbatan munosabati haqida. Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasi va Ispaniya La Ligasining qo'ldan ketishining ortidan qirollik klubi Papa Carloni iste'foga chiqarishga qaror qilgan. Mavsum qanday yakunlanishidan qat'iy nazar, Real Madrid yakunda qolgan 5 ta turda Barselonani quvib o'tib La Liga chempioni bo'ladimi? Ispaniya Kubogini qo'lga kiritadimi? Bu ahamiyatsiz. Carlo Ancelotti baribir Real Madriddan haydaladi. Endi esa o'z-o'zidan savol tug'iladi, bu adolatdanmi? Keling, bu masalani ham ozroq gaplashamiz. Papa Carlo Real Madrid klubiga yana qayta kelgandi va o'tgan mavsumning o'zidayoq Yevropa Chempionlar Ligasi va La Liga musobaqasida qirollik klubiga chempionlikni tuhfa etgandi. Bir mavsum o'tib esa Chempionlar Ligasidagi omadsizlik. Umuman olib qaraganda do'stlarim, Carlo Ancelottining iste'foga chiqarilishi boshqa klubda bo'lganida bu adolatdan bo'lmas edi. Nafaqat Carlo Ancelotti, boshqa murabbiylarning ham boshqa jamoalarda. Chunki bir mavsum oldin Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasini qo'lga kiritishi, La Ligada chempion bo'lishi, kelasi mavsum esa Chempionlar Ligasi musobaqasining 1/4 finaligacha yetib kela olishi, Ispaniya Kubogida finalga chiqishi, La Ligada Barselona bilan chempionlik uchun kurashish. Bunday yutuqlar boshqa jamoalarda yaxshi natija hisoblanadi, lekin bu Real Madridda esa natija yo'qmi? Ya'ni natija deyilganda ham oliy natija hisoblanadi. Oliy natija yo'qmi? Demak, u murabbiy jamoadan haydaladi. Lekin bunday olib qaraganda do'stlarim, Real Madridning Yevropa Chempionlar Ligasidagi omadsizligi, La Ligadagi Barselonadan 4 ochko ortda borishi 5 ta tur qolganida. Bu natijalarda murabbiyni ayblab bo'lmaydi, chunki qirollik klubining tarkibiga e'tibor bering. Bir qarashda tarkibda kuchli futbolchilar to'p surayotganday tuyuladi, lekin himoyada juda ham katta muammolar bor. Chunki himoyadagi asosiy futbolchilarning ko'pchiligi jarohatlangan va himoyada futbolchilarning yetishmasligi sababli ba'zida hattoki yarim himoyachilar ham himoyada to'p surishga majbur bo'lgan bahslar bor. Bu esa Real Madrid klubi rahbariyatining transfer bozorida noto'g'ri ishlashidan dalolatdir. Qirollik klubining transfer bozoridagi siyosatini tushunib bo'lmaydi. Bir qarasangiz, juda ham katta pullarning evaziga xaridlar amalga oshirishadi. Bu xaridlar esa ko'proq hujum chizig'ida va yarim himoyada amalga oshiriladi. Himoyada esa har doim shartnomasi nihoyasiga yetayotgan tekin o'ljalarga ko'z tashlanadi. E'tibor bering, Nacho jamoani tark etdi, uning o'rniga futbolchi olib kelinmadi. Dani Carvajal Real Madrid klubining himoyadagi yuragi va yetakchisi jarohat oldi. Uning o'rni ham to'ldirilmadi. Yaqindagina og'ir jarohatidan davolanib maydonga qaytgan David Alaba esa sport formasida emas va qirollik klubining himoyasi birgina Antonio Rudigerga bog'lanib qolgan. Shuncha jarohat va shuncha jamoani tark etgan himoyachilar, ularning o'rni esa to'ldirilmadi. Bu esa Arsenal va Barselonadagi kuchli jamoalarga qarshi bahslarda o'z so'zini aytmasdan qolmaydi. Shuning uchun Chempionlar Ligasi va La Ligadagi omadsizliklarda Carlo Ancelottini ayblash
qaysidir ma'noda to'g'ri bo'ladi, lekin barcha aybni unga yuklash bu noto'g'ri. U ham futbolchilarsiz hech narsa qila olmaydi. Albatta siz aytishingiz mumkin, Papa Carloda reja yo'q, taktika yo'q, sxema yo'q deb. Balkim shundaydir, lekin Real Madridga taktika va sxemaning keragi ham yo'q. Bu jamoadagi futbolchilarga shunchaki erkinlik berib, o'z mahoratlarini, individual mahoratlarini ko'rsatish uchun imkon beradigan murabbiy kerak. Bu esa Carlo Ancelotti edi. Bu suhbatimizdan so'ng men shunday xulosaga keldimki, Carlo Ancelottini iste'foga chiqarish bu adolatdan bo'lmaydi. Uni iste'foga chiqarib boshqa mutaxassis olib kelgandan ko'ra, himoya chizig'ini kuchaytirish va bir nechta transferlar amalga oshirib, kelasi mavsumda bu mutaxassisga imkon berish kerak. Agar Carlo Ancelottida yetarli futbolchilar bo'ladigan bo'lsa, bu mutaxassisning Real Madrid bilan nimalarga qodir bo'lishini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Siz esa o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Carlo Ancelottining iste'foga chiqarilgani ma'qulmi yoki yo'q? Va Carlo Ancelotti iste'foga chiqarilgan taqdirda uning o'rnini kim egallashi kerak? Yurgen Klopp, Zinedine Zidane yoki Xavi Alonso? Endi esa 26 apreldan 27 aprelga o'tar kechasida bo'lib o'tadigan El Clasico haqida ozroq gaplashsak. Do'stlarim, ushbu El Clasico Real Madrid uchun ushbu mavsumdagi hamma narsa. Agar Real Madrid ushbu bahsda mag'lub bo'lib, sovrindan mahrum bo'ladigan bo'lsa, ushbu mavsumda qirollik klubi sovrinsiz qoladi. Chunki hozirgina ta'kidlab o'tganimday, Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasi qo'ldan ketdi. Ispaniya La Ligasi ham qo'ldan ketish arafasida. Va ularning qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan yagona sovrin aynan mana shu Ispaniya Kubogi bo'lib turibdi. Ispaniya Kubogi ham Barselonaga boy beriladigan bo'lsa, e'tibor bering. Real Madrid prinsipial raqiblariga treble qayd etish uchun imkoniyat yaratib bergan bo'ladi. Chunki La Liga 99% ularning qo'lida. Ya'ni Barselona La Liga chempioni bo'lish arafasida. Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida ham katta ehtimol bilan ular zafar quchsalar kerak. Chunki hozirgi Barselonani na Arsenal, na Paris Saint-Germain va na Inter to'xtatib qola oladi. Albatta, kutilmagan qizil kartochkalar va penaltilar sodir bo'lmasa. Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasini ham ularning qo'lida deb hisoblaydigan bo'lsak va roppa-rosa 2 kundan so'ng bo'lib o'tadigan finalda ham ularni zafar quchadi deb aytadigan bo'lsak, Barselona o'zining navbatdagi treblini qo'lga kiritadi. Bu esa Real Madrid klubi uchun og'ir bo'lishi mumkin, chunki Barselona va Real Madridlar tarixdan prinsipial raqiblar hisoblanishadi. Ko'ramiz va kuzatamiz do'stlarim. Real Madrid Barselonaga treble qayd etishi uchun imkon yaratib beradimi yoki yo'q? Bu bahsni esa jonli efir vaqtida albatta bizning Telegram kanalida tomosha qilib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ha do'stlarim, ekraningizda ko'rib turgan QR kodni skaner qilsangiz, uyali aloqangizning ekraniga Telegram manzilimiz chiqib keladi va Telegramdagi jonli efir sport Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki aynan mana shu kanalda Real Madrid Barselona final bahsi to'g'ridan to'g'ri jonli efir vaqtida sizlarga taqdim etiladi. Ushbu kanalga obuna bo'lish manzillari ham kommentariya va opisiyalarda ham qoldiriladi. Shuning uchun do'stlarim, men sizlarni ushbu Telegram kanalda kutaman. Va albatta kommentariyada yozib qoldiring. Real Madrid Barselonadan ushbu kubokni tortib ola biladimi yoki ushbu mavsumda Barselonani Real Madrid to'xtata olmaydimi? Bu haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon